Yakkasaroy tumanidan uy qidirib yuruvdingiz? Men sizlar uchun zo'r uy topib qo'ydim. Faqatgina kirib eshitsangiz bo'ldi. Kirish qismimiz keng va yorug', mehmonlarni bemalol kutib olish uchun juda qulay. Ko'rib turganingizdek, uyimizda barcha sharoitlar mavjud. Zamonaviy divan, kreslo va televizor o'rnatilgan. Shkaflar esa uyning umumiy dizayniga moslab tayyorlangan bo'lib, interyerga alohida chiroy bag'ishlaydi. Endi esa xonadonimizning yuragi oshxonamizga marhamat. Bu yerda har bir ayol orzu qilgan barcha zamonaviy texnikalar mavjud. Oshxona qulay, keng va did bilan jihozlangan. Taom tayyorlash uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Oshxonaning yonginasida keng va shinam yotoqxonamiz joylashgan. Ko'rib turganingizdek, bu xonaning dizayni ham uyimizdagi boshqa xonalar bilan bir xil uslubda uyg'un holatda bajarilgan. Lustrasiga alohida baho bering. Yotoqxonadan chiqishimiz bilan bizni keng va qulay umumiy sanuzel kutib oladi. Bu yerda ham barcha zarur sharoitlar yaratilgan bo'lib, zamonaviy va did bilan jihozlangan. Ko'rib turganingizdek, uyimizda yashash uchun barcha sharoitlar mavjud. Uyimiz bir xonadan iborat bo'lib, 52 kvadrat metrni tashkil etadi. Uyimizning narxi $103,000. Yana ham batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, pastdagi raqamlar bilan bog'laning. Biz sizlarni kutamiz.